Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men suvga pul to'lov qilgan kelgandim. Kassa qayerda, opa? Siz hali ham suv ta'minot idorasiga kelib to'lov qilyapsizmi? Nima boshqa usullari ham bormi? Albatta, uyda o'tirib ham to'lovni amalga oshirish mumkin. Hozir shu haqda. kabinet.uzsuv.uz saytiga kiring. Saytga shaxsiy hisob raqamingizni yozing va tizimga biriktirilgan mobil telefon raqamiga kelgan kodni kiriting. Abonent kartasi bo'limida siz shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rishingiz mumkin. Hisoblagichlar bo'limiga kirib esa amalga oshirilgan hisob-kitoblar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz. To'lovlar tarixi bilan tanishish uchun esa to'lovlar bo'limiga kiring. Bundan tashqari siz shaxsiy kabinet va Uzsuv bot Telegram boti orqali masofadan turib hisoblagich ko'rsatkichlarini yuborishingiz, PayMe, UPay, Oson, Click, Uzum kabi elektron to'lov tizimlari orqali to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Endi yo'l kira sarflab, navbat kutishimga hojat yo'q.